4 kun bo'lgan. Metan gaz qo'yildi. Yangi metan qo'yilgan. Ha, kraskalar toza, motor ochilmagan. Probegi mana 104 ming. Degandek, lekin kesanglar, men o'zim savdosini qilib, kraska, probeglarni tekshirtirib, o'zim qilib beraveraman. Endi o'zimiz joyiga o'tib olamiz. Yana savdosi bor. Xo'sh, 12 ta viloyatga nasiya savdoga 3 mingdan chiqadi. Bankka kirib o'zaro gaplashamiz. Bankka nech pul ketadi, oylik to'lov nech pul chiqadi, unisini men bilmayman. 20 turibdi mana. 90 ming yurgan 20. Bu o'tgan videoda ham bo'lgan. Kechqurun 24:00 gacha ham mumkin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz 24:00 dan keyin ham mumkin. Telefon qilaveringlar. Menda 1-fevral sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun bugun Gentra narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hafta kuniga yakshanba. Doimgidek Rustam akani oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanali obunachilari, aziz vatandoshlar, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi? Yaxshi yuribsizlarmi? Mana Sherjon, mana o'tgan hafta video qo'yganimizdan keyin mana shu musofirdan kuzatadiganlar shularga qoyil qolaman. Assalomu alaykum Ilhom tog'a. Mana bugun Ilhom tog'am o'z vaqtida, Xudo xolasa, kommentariyada yozishadi. Ha, Ilhom tog'a kechikib yurganlar. Xudo xolasa mana birgalikda. Xo'sh, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi? Oxirgi videomizdan keyin musofirdan ko'pchilik telefon qildi, kelib mashinalar olib ketdi, Xudoga shukr. Eski mashinalarimiz qoldimi aka? Yo'q, eski mashinalardan 23, 21, 19 hammasi sotilib ketdi qancha. Sotildi eski. Ha, sotildi o'rtoqlar, aka-ukalar, hurmatli vatandoshlar. Mana shu Instagramga qo'yilgan, YouTube'ga qo'yilgan mashinalarimiz hammasi sotildi. Menimcha Rustam aka, hozir videoni olishga kelganimcha o'zi qanchadir mashina yana sotilgan bo'ldi. Ikkita mashina sotildi. Men sizga o'zi 9 ga keling degandim. Mana soat 12:30 ga keldingiz. Ungacha ikkita mashinamiz sotildi. Va sotilgan mashinalarni ham obzorini qilamiz. Xo'sh, hurmatli vatandoshlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda sotib olamiz, faqat JM mashinalari. JM. O'sha Sparkdan tortib, mana shu Malibu 2 gacha bo'lgan mashinalar sotib olamiz. Tracker 1, Tracker 2 ham olamiz. Rustam aka, mana shu mashina olib qolasizki, xalqda masalan olib qolsangiz, hujjat ishi qanday bo'ladi? Undan qanday olib qolasiz? Qaranglar, hujjat ishi deganda, misol mana generalniy bersalar, sal qimmatroq olamiz. Oldi sotdi bo'ladigan bo'lsa, arzonroq olamiz. Chunki oldi sotdi ham hozir 500-600 dollar ketadi. Shunda eng arzon nomeri 4,5. Ko'proq ketadi. Endi bir xillar generalniy deganni tushunmasligi ham mumkin, men aytib o'tay, o'rtoqlar. Mana mashina oladigan bo'lsam, ishonchnoma generalniy o'zbekchasiga ishonchnoma deydik. Ishonchnoma qilib oladigan bo'lsam, pulni naqd sanab beraman-da, ularning nomlarida men sotish huquqiga ega bo'laman. Sotish huquqiga mana ertaga sotadigan vaqtimga mashinaning egasini chaqiryapman-da, o'zim sotib pulni sanab olaveraman. Shunday qilsangiz bo'ladi. Bir xillarga generalniy berasizmi desam, menga ertaga u yo'q. Yo'q, o'rtoqlar, men olgan mashinani ko'chada minib yurmayman. Tayyorlayman, bozorga olib kirib qo'yaman. Sotilsa bozordan chiqadi. Bir xillar jarimadan qo'rqadi. Endi to'g'risida narishga borishi mumkin. Yo'q. Shu mashina oldinmi gaz yo'q bo'lsa, gaz qo'ydirib kelaman. Shumkasi yo'q bo'lsa, shumka qildirib kelaman. Kamchiliklar. Polirovkalarni qildirib kelaman. Bozorda turadi, sotilsa, sotini chiqaradi. Xo'p, bo'lmasa, gapni ko'paytirmaymiz. Tez obzorimiz qilamiz. Bizani kuzatadiganlar kutib qolmasin. Xo'p, 21 oqimizdan boshlaymiz. 21 oq avtomat. Metani bor. Qarang, 21 oq avtomat 104 ming yurgan. Bamfergacha toza, mana nomerlarini oling. Bunga 4 kun bo'ldi, metan gaz qo'yildi. 4 kun bo'lgan. Metan gaz qo'yildi. Yangi metan qo'yildi. Ha, kraskalar toza, motor ochilmagan. Probegi mana 104 ming. Qarang, buni naqd bank nasiyaga ham beriladi. O bamfergacha toza, mashinaga qilingan gaz qo'yildi, 4 ta yaxshi balon qo'yildi. O kraskalari yo'q. Hozir mana bagaj holatlarini bitta ochib ko'rsataman. Mana bu zapaskalarning o'rni bor-ku, 23 bo'lyapti mana qarang. Tiniq turibdi mashina. Mashina bamfergacha toza. Buni narxini 11200 dollar so'rab turibmiz aka. 11200. Yana savdosi bor. Xo'sh, 12 ta viloyatga nasiya savdoga 3 mingdan chiqadi. Bankka kirib o'zaro gaplashamiz. Bankka nech pul ketadi, oylik to'lov nech pul chiqadi, unisini men bilmayman. Xo'sh, naqdga 11200 so'rab turibmiz. Yana savdosi bor. Kami bo'ladi. Ha, mashinani kraskasi 100% toza.
kuzupi 22 bo'lib chiqqan. 22 kuzib. 22 kuzub bo'lib chiqqan. Narxini aytdim 11.200 bo'lsa beraveramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Xo'sh, 23imiz 11.000 yurgan edi. Mana bu 23. Sotildimi Ha, bu 23 11.000 yurgan edi. Xo'sh, 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. Polik, chexollar qo'yilgan. Endi bu sotilgandan keyin mashinani egasi kalitni olib ketdi. Notariuslar qilib berdik. Nech pulga sotildi deganda 13.700 sotildi. 11.000 yurgan 23. Kuzib ham, texpasport ham 23. 11.000 yurgan katta probega emas. Naqdga. Xo'sh, keyingi sotilgan mashinamiz mana 21. Qora. 21. Buni g'anisher bilsangiz o'tgan videolarda qo'yuvdik. Mana bu ham qulib turibdi. Bu ham sotildi. Nomeri 048. 048 ha. Eslasanglar 56.000 yurgan 21. Tonirovka bor, shumkalar qilingan, balon, amerikanka optiralar qo'yilgan, kraskasi toza 21imiz. O'sha videodan ko'rsanglar, nomeri 048. Buni ham oldi sotdi qilib berdik, xudo xolasa. Buni bilsanglar 12.700 qo'ydik adashmasam. Ha? Shuni ham deyman. Bu xudo xolasa 12.500 ga naqdga sotildi. Naqdga? 12.500 ga naqdga sotildi. Anaqa Toshkent shahriga sotildi. Xo'sh, mana buni aytdik mana. Bu sotildi, bu sotildi. 20 miz turibdi. Bu bor 20 Ha, shu 20 miz turibdi. Shuni aytib qo'yay. 20 turibdi mana. Rullar 90 ming yurgan 20. Bu o'tgan videoda ham bo'lgan. Mana 23lar bor edi, 19lar bor edi, ular sotilib ketdi. O'rniga mana 21, 23, 21 lar bular sotildi. Hozir bor yo'g'i bozorda mana shu 20 miz qoldi. Qolgan hammasini 23larda ham sotib bo'ldik. O'rtoqlar, mana shunaqa sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarga sotib olamiz. Dastlabki xizmatlarni qilib beramiz, nasiya savdolarni qilib beramiz, banklarni ham qilib beramiz. 12 ta viloyatga ham bo'laveradimi aka? 12 ta viloyatga ham nasiya savdo, naqd bank bo'laveradi. Kimlardir mana telefon qilib, aka, palon viloyatga bo'ladimi? Yo'q. O'zbekiston Respublikasida 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, 12 ta viloyatga ham qilib beraman nasiya savdo. Boshiga kamida $3.000. $1.000, 1.5 ming, $2.000 chiqmaydi. $3.000 bo'lsa chiqib ketaveradi. Plus Qoraqalpog'iston Respublikasiga. Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham nasiya savdo chiqadi o'rtoqlar. Toshkent shahar, Toshkent viloyat emas, 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham chiqadi. Xo'sh, keyingi mashinamiz yana 20 miz bor. Bor. Yangi kelgan, shuni ham to'laydik. Mana. Kuzib ham Anorbank $1.800 bilan chiqadi. Mana bu 20. Buni g'anisher kech qilmaganmiz. 2020-yil 53 ming yurgan, kraskalar top-toza. Kraska toza. Mana motor atseklarini bitta ko'raylik. Aka, uzri. Amerikanka. Qarang, motorlar ochilmagan. Ko'ryapsizmi? Amerikanka optira original, shumkalar bo'lgan. Kraska 100% bamferigacha toza. Bamferi 100% toza. 100% toza. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, endi bu yangi kirgan 12.5 so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. 12.5. Hozir aytib o'tdim-ku, mana 20-yilda bankka chiqadimi deganga, Anor bankka 2020-yil Gentra'lar, qoralar 1.800 dan chiqadi. Oqlari 1.300, 1.400 dan chiqib ketaveradi. Capital, Davr boshqa banklardan bo'lmaydi. Hamma viloyatga chiqaveradimi? Ha, chiqib ketaveradi. Xo'sh, mana bu akamizda ham ikkita 20lari bor. Xo'sh. 20-yil mana oqidan so'raganlarga 93 ming yurgan. 90 ming yurgan. Kraska toza. Amerikanka optira. Mana bu polniy navorot mashina. O'rtoqlar, mana. Malibu bar, Malibu rul. Malibu birda rulidan qo'yilgan, bari bor. Polifga tashalgan. Endi buni egasi mana Doron degan do'stimiz yaxshi mashina sotadilar. Mana bunga ikkita olib kirib kelgan ekanlar. O'zlari qo'yib yuboringlar dedilar, qo'yib yuboramiz. Mana 20. 93 ga 90 ming yurgan, kraskalar toza. Buni nech pul qilib beramiz? Davron? Davron. Kelishadigan joyi bor, to'g'rimi? 11.200 so'rayaptilar.
yana kelishtirib beramiz. Mana 23, 33 ming yurgan. Bunda mana qarang. Tam bor. Amerikan kopteri original ekan. Metan gaz bor ekan. Shumka bo'lgan ekan, tonirovka, mana Malibu bar, Malibu roll. Mana. Buni narxini adashmasam 13600 so'rab turibdilar. 13600 ga 600. Menimcha shu 13 minglarga bitadi bu. 13000. 13 minglarga bitadi. Kraskalar top-toza. Kraskalar top-toza. Mana oq 23 deganlarga, 20 oq deganlarga, 20 qora deganlarga variantlar bor. Misol mana bu ikkita mashina bu ukamizniki, bunisi bu akamizniki degandek, lekin kelsanglar, men o'zim savdosini qilib, kraska, probeglarni tekshirtirib, o'zim qilib beraveraman. Endi o'zimiz joyga o'tib olamiz. Va o'rtoqlar hozir 4 ta, 5, 6, 7 ta mashina qo'yilgan bo'lsa, 7 ta ko'rsatdik. 7 ta mashina qo'yilgan bo'lsa, shundan mana 5 tasi o'zimizning mashina, 2 tasi birovning mashinasini qo'ydik. Davron degan bolanikini, u mashinalarga ham kraska probellarga javobini beraman. Chunki to'g'rimizda savdo qiladi, yaxshi mashina sotadi. Mana 20 oq kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, 23 oq kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. 20 qoralar kerak bo'lsa ham mana ikkita o'zimizda bor. 55 ming yurgani bor, 90 ming yurgani bor. Ikkalasi ham polniy navorot. Yana nima deymiz, o'rtoqlar, har kuni ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 gacha shu Sergeli mashina bozoridamiz. Bozorimiz именно shanba yakshanba emas, har kuni ishlaydi. Har kuni. Har kuni savdo bo'ladi. Har kuni biza bozorchilar bozorda bo'lamiz. Murojaat qiladiganlar ertalab, misol kechqurun mana kunduzi ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 gacha, kechqurun 24:00 gacha ham mumkin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz 24:00 dan keyin ham mumkin. Telefon qilaveringlar. Menda telefon gaplashish 24:7 deydimi? 24:7. Kruizga telefonim o'chmaydi. Bemalol. To'g'ri, kimlardir telefonni ola olmayman-da. Keyin telefon qilsam ko'tarmadingiz, yo'q. Uxlab qolasiz, charchaysiz. Lekin yana beminat gaplashaveramiz. Shunday. O'rtoqlar, yana aytib o'taman. Kimda sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. JM mashinalari, Gentra, Cobalt, hammasini sotib olaveraman. Yaxshi narxlarda. Generalniy berilsa qimmatroq, oldi sotdi bo'lsa arzonroq olaman. Plus-minus qilinadi. Bo'lmasa, videomizni yakunlaymiz. Murojaat uchun ekrandagi telefonlarga mana shu har doim telefon qilaveringlar. Keyin Instagram kanallarim bor, bilasizlar, Rustam Avto. Kirib, like, podpiska, kommentariyalar yozinglar. Sog' bo'linglar. Qanisher, Rahmat aka. sizga ham rahmat. Ilhom tog'a, sizga ham rahmat. Omadinglarni bersin. Sog' bo'linglar.